Asmo qilib kesiladida. Endi shu qism olgandan keyin sindiriladi bunday qilib. Sindirilganda so'yida o'q to'g'ri bo'ladi-ku. Endi buni yo'q deymi, mana panasmo qilib. Keyin bu burchak hosil qilib yo'q qilganimizdan keyin yoki shurup, yoki 2 dona spitsami bu operatsiya paytida hal bo'ladi-da. Qaysi birini qo'ysak mustahkam ushlasa, shu usulda qilib beramiz. Rentgenni ko'rdik, rentgenni ko'rganimizda varusni deformatsiya deymizda. Normada sog' qo'lingiz beringda. Mana tirsak suyagini bigissimon o'sig'i deymiz. Mana yumaloq joyi bor. Bilak suyak bog'chasi, shundan chiziq o'tkazsa yelka suyagining bog'chasiga boradi. Shunda qo'lda to'g'ri o'qi shunda chiqadi. Endi bundan shunaqa xayoliy chiziqda bu. Xayoliy chiziq o'tkazsak mana tirsak suyagining bigissimon bog'chasi, bundan xayoliy chiziq o'tkazsak yelka suyagi mana tirsagi tashqariga chiqib ketyapti. Buni varusli egrilik deymizda. Buni sababi nima desiz? Mana shu bolaligida singan ekan-ku qo'li. Mana siniqlarni yelka suyagining distal qismi deymiz, har xil siniqlar bor. Mana maydalam sinish, qaltaydi sinishi, bo'g'im yuza bog'chasining sinishi. Keyin bular joyiga turmay bitsa gipsda shunaqa deformatsiya hosil bo'ladi. Endi yaxshi tomoni hamma harakati bor. Qo'lni sezishlari mana ozg'inligi, semizligi, qon aylanish hammasi joyida, faqat suyakda egrilik bor. Endi bu suyakda egriligini to'g'rilash uchun operatsiya qilish kerak-da. Chunki yoshi katta bo'lgan, gips boshqa fizlecheniyalar foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun buni panasmon bu joyda ozgina kesma qilinadi-da. Suyakda panasmon olinadi. Ya'ni uchburchak qilib olib turib, shu panasmon qilib olib tashlagandan keyin suyak sindiriladi. Sindirilganda biz xohlagandek endi to'g'ri bo'ladi. Keyin shu metal moslama bilan mahkamlab qo'yib, birovga gips qo'yib qo'yamiz. Keyin bu bitgandan keyin gipsni olamiz, qo'lda ishlatib hamma joyiga kelgandan keyin metalni yana olib tashladi. Buni davo usuli hozircha faqat operatsiya bo'lganda. O'shanda o'zi xohlaganda qo'limga qilsa to'g'ri bo'ladi. Yo'q, agar massaj, fizlecheniya qilsangiz, faqat bu egrilikda hali o'suvchi yoshda bu egrilikda deformatsiya yana ko'paytirib beradi. Chunki qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin suyak o'saveradi-da. Masalan, massaj qilaman deb qanaqa qilasiz? Bunday qilib ichkariga burib yoki majburlab gips qo'yganingiz bilan ham bu bo'g'imga yaqin qism siz xohlaganingizdek to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun buni panasmon qilib suyakni olib, suyakni o'qini to'g'rilab, shu metal moslama bilan asta sintez deymiz, gips qo'yib qo'yiladi.